Farangiz, bugun sen noodatiy uchrashuvga taklif qilmoqchiman. Qatga. Ya sen просто tayyormisan yo'qmi shuni ayt bo'ldi. Bo'ldi, unda senga 2 soat vaqt, 2 soat vaqtdan keyin sirli uchrashuvda ko'rishguncha. Davay tayyorlan. Qara, bugun menyudagi xohlagan narsalaringni narxiga qaramasdan turib zakaz qilishing mumkin. Bo'pti. Faqat bitta sharti bor, ko'zingni ham yopasan, nima olayotganingni ko'rmaysan. Keyin oxirida nimalar olganimizni, necha pulga tushganini ko'ramiz. Rozimisan? Roziman. Ko'zingni yop. Yana dalil kelsa ichidan. Okey, bitta. Ketdi, ikkinchi narsa. Tak. Okey, ikkinchisi. Qani keyingisi? Desert tushsan. Tak. Batli. O. Sraz mamani tanlayman. Tak. Buni tanlayman. Okey. Tak. Okey, bo'ldi. Nima bu bilmayman. Chiqib qornim to'yadimi o'zi? Ovqat etdimmi? Voy dod, bo'ldi, ko'zingni och keldi. 1, 2, 3. Bo'ldi. Nimalar zakaz qilishadi? Shu narsalarni zakaz qilman-ku. Ko'p ham zakaz qilamanmi? Mashina aytmoqchidim. Bahonadachi. Hech qachon zakaz qilmaydigan narsalarimizni yeb olamiz. Voy, javunchalik emas, olib beraman u narsalar. Shavveli. No, bunaqa narsalar to'g'ri olmasdik. Yesam bo'ladimi? Davay, qaysi biridan boshlasa? Hozir Farangiz o'ylaguncha endi buni shoti necha pul kelishini hozir tayyor turishim kerak. Mana hozir ICT Week'ga Aloqa bank stendiga keldik. Mastercard universal hisoblanadi. Chunki bitta shu karta bilan butun dunyoda foyda bilan to'lasang bo'ladi. Qanaqa foyda bilan to'layman desang, necha pul chiqsa ham men 10% chegirmada to'layman. Nega bilasanmi? Nega? Chunki Aloqa banki Mastercard Platinum kartasi bilan to'layman. Shunaqa imtiyozli boshqa restoranlarda ham bor. Dodo Pizza, Roni Pizza, O'zbekiyam, Plov Lounge, Passada va boshqa bir qator restoranlarda 10-15% gacha. My Taxi'da naqd 30% chegirma. Xalqaro imtiyozlari ham rosa ko'p. Misol uchun Turkiyaning 150 ta restoranlariga 20% chegirma. Zubizu sistemasida ishlaydi. Qarochi, o'zimizda foydalanishga ham, chetda foydalanishga ham juda ham zo'r karta. Chetda endi necha pul bo'lganini ko'ramiz. 527.450. Prosta mana shu kartada to'layotganim uchun 48.000 so'm chegirmada to'layman. Ya'ni 479.000. Menga bunaqa uchrashuv juda ham yoqdi. Zo'r ideya ekan, foydalaninglar.